Assalomu alaykum. 24 soat davomida dunyoning turli hududlarida sodir bo'lgan kunning eng muhim va so'nggi yangiliklar tafsiloti bilan studiyada Anvar Azimov, NTT telekanalida Jahon informatsion dasturi. Gretsiya hukumat koalitsiyasining 3 ta partiya yetakchilarining uchrashuvi 3,5 soat davom etganiga qaramasdan natijasiz yakun topdi. Antonis Samaras, Evangelis Venizelis va Fotis Koelislar ERT teleradio kanali ishini tiklash masalasida bir to'xtamga kela olishmadi. Venizelos boshchiligidagi sotsialistlar va Koelisning so'l demokratlari ERT avvaliga ko'rinishda va tarkibida tiklanishi kerak deb hisoblashyapti. Mamlakat bosh vaziri Antonis Samaras boshlig'i ostidagi konservatorlar esa o'zgarishlar va qisqartirishlarni o'tkazish tarafdori. Jamoat efirini tiklash haqidagi sud qaroriga qaramay ERT signali avvalgidek o'chirilgan. Xodimlarni qo'llab-quvvatlash uchun so'l radikallar yetakchisi Aleksis Tsipras shu yerga yetib keldi. Shveysariya parlamenti deputatlari Amerika Qo'shma Shtatlari bilan murosaga kelishdan va bank sirini muhofaza qiluvchi qonunni o'zgartirish haqidagi debatlarni boshlashdan bosh tortishdi. Milliy kengash, ya'ni quyi palata ko'pchilik ovoz bilan Washington bosimiga yon berish va kelgusida Amerika soliq organlari bilan hamkorlik qilish haqidagi kelishuvni qabul qilishdan bosh tortdi. Shu o'rinda Konfederatsiya Moliya vazirligi AQSh hukumati Shveysariyaning bir qator banklariga nisbatan jinoiy ish boshlashi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Braziliyaning 2 yirik Rio de Janeiro va San Paulo shahri jamoat transportida yo'l haqi uchun tariflarning oshganligini bekor etdi. Narxlar avvalgidek bo'lib qolaveradi. Bundan bir necha kun oldin yo'l haqi uchun tariflarning kamaytirilgani haqida Braziliyaning boshqa Porto Alegre va Recife shaharlari ham ma'lum qilgandi. San Paulo gubernatori Geraldo Akilmi e'tirozchilarning talabi qonun asosida ekanligini tan oldi. Aynan San Pauloda birinchi e'tiroz aksiyalari boshlangan edi. Yo'l haqi uchun tariflarning oshirilmasligi bu namoyishchilarning foydasigadir, lekin bu ularning yagona talabi emas. E'tirozlar avjiga chiqqani sari boshqa talablar ham qo'yilgan. Masalan, korrupsiyaga qarshi kurashish, politsiyachilarning o'zbilarmonligi va hayot darajasining pastligi shular jumlasidandir. Shuningdek, namoyishchilar mamlakatda futbol bo'yicha jahon birinchiligini o'tkazish uchun sarf etilayotgan pullardan norozi. Bu mablag'lar ijtimoiy ehtiyojlarni qo'llab-quvvatlash uchun yo'naltirilishi kerak deya hisoblaydi ular. WikiLeaks internet tarmog'i asoschisi Julian Assange Britaniya poytaxtidagi Ekvador elchixonasi hududida yashirinib kelayotganiga ham mana 1 yil bo'ldi. Uning bunday qilishiga Amerika Qo'shma Shtatlari va ko'plab davlatlar tomonidan unga nisbatan sirtdan tergov jarayoni boshlanganligi sabab bo'lgan. Kuni kecha bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Assange agar Shvetsiyada undan ayb olib tashlansa hamki, u Lotin Amerikasi davlatining diplomatik missiyasini tark etmoqchi emasligini ma'lum qilgan. Assangening so'ziga qaraganda, shu yerni tark etish zahotiyoq hibsga olinib, AQShga ekstraditsiya qilinishiga 100% ishonchi komil. Amerika hukumati uni josuslik qilganligida gumon qilyapti. AQShda unga o'lim jazosi berilishi mumkin. Lekin Assangening o'zi barcha ayblarni rad etib, Buyuk Britaniya hukumatidan elchixona binosini hech qanday to'sqinliksiz tark etishga kafolat berilishini kutmoqda. Ispaniyada Xalqaro valyuta fondining navbatdagi missiyasi ishi bo'yicha chop etilgan xulosaviy ma'ruzada mamlakat o'z iqtisodiyotini jonlantirishda yutuqqa erishgani haqida aytiladi. Lekin Madrid rekord darajada ishsizlikni yengib o'tish uchun mehnat bozoridagi islohotlarni davom ettirmog'i lozim. Hozir Ispaniyada ishsizlik Yevropa ittifoqida eng yuqori o'rinda bo'lib, u 27% ni tashkil etadi. Shu o'rinda Xalqaro valyuta fondi bank sohasidagi vaziyatni yaxshilagani uchun Ispaniyani maqtab o'tdi. Ayni paytda bank tizimi avvalgidan ko'ra ancha kuchliroq deyiladi ma'ruzada. Chexiyaning boshqaruv koalitsiyasi yangi hukumatni shakllantirishga harakat qilmoqda va uning rahbarlik lavozimiga parlamentning quyi palatasi spikeri Miroslav Nemsovni ilgari surdi. U shu lavozimda dushanba kuni iste'foga chiqqan Pyotr Nechasning o'rnini egallaydi. Lekin Chexiya prezidenti Milosh Zeman buyrug'iga asosan Nechas boshlig'i ostidagi hukumat yangi mahkama tarkibi tasdiqlanguniga qadar o'z vakolatlarini bajarishda davom etadi. Uning rahbarini esa konstitutsiya bo'yicha prezident tayinlaydi. Shu o'rinda Chexiya muxolifati hukumatga ishonchsizlik yorlig'ini chiqarish va yangi umum saylovlarni o'tkazish talabini qo'ymoqda. Pyotr Nechasning o'zi mojaro tufayli lavozimini tark etdi. Mojaro o'tgan haftada Chexiyada 7 kishi, shu jumladan bosh vazir kotibiyatining rahbari Yana Nadova hibsga olingandan so'ng boshlangan edi. U parlament deputatlaridan sotib olgani va harbiy razvedkadan noqonuniy foydalanganlikda ayblanyapti. Mashhur dizaynerlar Dolce va Gabbanaga qamoq jazosi berildi, lekin bu ularning tezda panjara ortiga yo'l olishini anglatmaydi. Qamoqxona sari yo'lda fashion sanoatining yetakchilari yana bir qancha kolleksiyalarni chiqarishlari mumkin. Chorshanba kuni Milan sudi Domenico Dolce va Stefano Gabbanalarning har biriga 20 oygacha qamoq jazosini belgiladi.
Dunyoga don taratgan dizaynerlar soliqlarni to'lamaganlikda aybdor deb topilganlar. Ular milliard yevrodan ortiq summani ro'yxatdan o'tkazishni yoddan chiqarib qo'yishgan. Vaholanki ularning ijod mahsulidan Madonna, Whitney Houston va hatto TAT guruhining a'zolari ham bahramand bo'lishgandi. Ular uyali telefonlarni oltin bilan, avtomobillarni esa charm bilan bezaganlar. Aprel oyida adolatli sud ularni boshqa ish bo'yicha ham jarimaga tortgandi. O'shanda jarima summasi 343 million yevroni tashkil etgan. Endi qamoqxona Dolce Gabbananing uyiga aylanishi mumkin, lekin bu tezlik bilan ro'y bermaydi va ochiqni aytganda u qadar ham shartli emas. Ularning 2 marta shikoyat arizasini berishga imkoniyatlari bor. Nima bo'lgan taqdirda ham bu bir necha yillarga cho'zilib ketishi mumkin. Buyuk Britaniyaning bank standartlari bo'yicha parlament komissiyasi banklarni yomon boshqaradigan top menejerlarga nisbatan yangi jinoiy javobgarlikni joriy etishni maslahat qilib hukumatga murojaat etdi. Hozircha bankirlar o'z xatti-harakatlari uchun shaxsiy javobgarlikdan qochishmoqda. Lekin banklarga bo'lgan ishonchni tiklash uchun jiddiy islohotlar zarur. Yaxshi o'ylanmagan va xavfli operatsiyalarni amalga oshiruvchi bankirlarga ta'sir o'tkazuvchi choralar orasida qamoq jazosi va bonus to'lovlarni 10 yil muddatgacha uzaytirish kabilar ham bor. Chorshanba kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Federal zaxira tizimi boshqaruv idorasining ochiq bozorlar bo'yicha qo'mita yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda ishtirokchilar past hisob stavkasini qoldirish va federal zaxira tizimi tomonidan har oydagi umumiy 85 milliard dollarlik ipoteka qimmatli qog'ozlari va g'aznachilik obligatsiyalarining ommaviy ravishda sotib olinishi bo'yicha qaror qabul qilishdi. Eslatib o'tamiz, federal zaxiraning avvalgi majlisi may oyida bo'lib o'tgandi. O'shandan buyon iqtisod o'sa boshladi. Ko'chmas mulk uchun narxlar oshgan bo'lsa-da, ishsizlik pasayib bormoqda. Lekin qadrsizlanish darajasining rejalangan 2% pog'onasida ushlab qolishning iloji bo'lmadi. Rossiya futbol ittifoqi italiyalik murabbiy Fabio Capello shartnomani oxirigacha bajarishi va Rossiya terma jamoasini Fransiyaning ushbu mavsumdagi chempioni Paris Saint-Germainga almashtirmasligiga umid qilmoqda. Chorshanba kuni ommaviy axborot vositalarida Fabio Capelloning Paris Saint-Germain klubiga o'tayotgani haqida axborotlar paydo bo'lgan. Lekin hozircha bu haqiqat emasligi ayon bo'ldi. Bundan avval unga PSJda yiliga 20 million yevro maosh va'da qilingani haqida ma'lumotlar paydo bo'lgan. Shu o'rinda Rossiya futbol ittifoqi Capello bilan shartnoma muddatini so'ngigacha bajarishga umid qilayotganini rasman ma'lum qildi. Ammo murabbiyning o'ziga kelsak, u sukut saqlayapti. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Har doimgidek voqealar rivoji soat 21:30 da taqdim etiladigan ko'rsatuvimizdan o'rin olgan. Shunday ekan, NTT telekanalini kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana efir orqali ko'rishguncha salom.